Xitoy Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining Nuri Turkal qatorliq 4 a'zosiga embargo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhou Lijianning aytishicha, bu kishilarning Xitoy, Hong Kong va Makoga kirishi cheklangan. Xitoydagi mol-mulklari to'nglatilgan. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa kishilik huquq tafsandachiligi sababli 2022 yil fevralda Beyjingda o'tkazilgan qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilinganligini e'lon qildi. Mazkur komiteti Amerika hukumatiga embargo yurgizish taklifi bergan. Xitoy e'lon qilgan jazo tizimidagi kishilar Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nadin Mainza, muavin raisi Nuri Turkal, hay'at a'zosi Anorima Bargava va hay'at a'zosi James Karihkan. İsrail taratqularının xabariga qaraganda, İsrail Bosh taftish mahkamasi 3 mudofaa sanoati shirkati ustidan arz sungan. Da'voning sababi bo'lsa, bu shirkatlar Xitoyga chorlovchi boshqarilgan bomba sotishga kelishgan. Xabarlarda tilga ilingan shirkatlarning biri bo'lgan Quyosh osmonining xo'jayini Efraim Minashining Isroil mablag' selish vositachilik shirkati orqali Xitoylar bilan kelishim tuzganligi o'tirg'a chiqdi. Xabar qilinishicha, Amerika aksiya savdo komitetining yangi ko'rsatmasiga asosan Amerika pay bozorida savdo qiladigan Xitoy shirkatlari cho'qim Amerika mablag' solg'uvchilariga elib keladigan xatarni texnik ko'p oshkorlash kerak. Bu organ yana alohida maqsadli setib olish shirkatlarining qo'llovchilarining yoki yuqori darajalik boshqaruvchilarning ko'pinchisining Xitoyda yoki emasligini oshkorlashni talab qilgan. Egilenishicha, Xitoy hukumati yaqinda yangi belgilama chiqarib, to'g'rida vaziyatish, diniy mazmunlarni yo'llash, o'qitish, nashr qilish yoki qayta yo'llashni cheklagan. Xitoy davlat diniy ishlar boshqarmasi qatorliq 5 organ birlikda e'lon qilgan internet diniy uchur mulozimat boshqarish chorasida hech qanday tashkilot yoki shaxsning to'g'rida din tarqatilmaydiganligi va diniy faoliyat olib borolmaydiganligi belgilangan. Shuning bilan birga diniy marosimlarni tarqatish, din nomida pul yig'ish qatorliqlarni cheklangan. Yevropada qish kirishi bilan tabiiy gazning har megavat sanoat bahosi 187,7 yevroga chiqdi. Egilenishicha, yangi sovuq to'lqini va tuvan temperatura sababidan iste'mol kuchaygan. Shuning bilan birga Rossiyaning atrofidagi davlatlar bilan bo'lgan surkilishi buningga ta'sir ko'rsatgan. Xabar qilinishicha, Amerikaning besimidan keyin Xitoy Sharqiy Turkistondagi quyosh energiyasi taxtasining ishlab chiqarish sanoatini tadrijiy yo'tkashga boshlagan. Amerika hukumati bu yil 6-oyda quyosh energiyasi taxtasining ko'p kristallik karminiy qatorliq halqali xom materiallarini ishlaydigan 5 Xitoy shirkatiga Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga qatnashganligi uchun jazo tadbiri e'lon qilgan edi.